Yeah. Oy. Ertalab bo'pti. Hop. Hammaga salom, Jafarbek buva yana videoni o'qishga kelibsizlar. Endi qishloqda gaplar yashaymiz endi. Biz bunday qilyapmiz. Jitilma o'yinni qo'y. Jitil. Qizlar jitil. To'xtab tur. Jitil to'xta. Men uyimda faoliyat qilaman. Bitta gap aytaman. Jafarbek buva. Nima gap aytasan? Qara, yoningda qara, Yaman bor. Teshik tushib ketdi nimadir. Kimdir portlab ketdi, shunaqa. Kim? Nima? Bunuchilar nima bu? Sen qilmadingmi, jitil? Oq jitil aytamiz. Oq jitil qaniysan? Yaxshi, qaniysan o'zing? Mana kim qilganini bilmaysanmi? Bilaman, lekin kimdir begona odam qilib ketdi buni. Portlatib. O'yinchi edi, o'yinchi. O'yinchi? Ha? Oti nima bilasanmi? Yo'q, bilmayman uni otini. Bunchilar kim qilganishi mumkin mana shuni. Haliyam polizlar saqlab qolibdi. Ha, shukr. Ma'lum. Biz unda kechqurun kutishda tayyor bo'lamiz. Bizga birinchi uni o'ldirish uchun bizga TNT, zajgalka, imida kamol, bizga bu kamol kerak, shuning uchun otamiz. Shunga otamiz endi. Hozir biz kamol topishga ketamiz. Kechqurun qizil oyni ko'rib kelamiz. Oy manzara. Biz obunachilar bizni uylarga kirib nimadir qilib o'tamiz. Ovqat bo'lishi mumkin. Bitta uyda hech kim yashamaydi ekan. Bitta kimdir youtuberlar olgan. Hozir yopamiz. Xo'p. Uni kechqurun kutamiz endi. Uyni bordi. Menga TNT nima kerak? Menga o'zimni xavflash uchun kerak. Bundan biz mayli, unda kechqurun kutishga tayyor bo'lamiz. Uyda bitirib uyda quramiz. Endi biz oyni kutamiz. Kechqurunga chiqishga o'tirib maza qilib o'tiramiz. Mana. Oy yo'q. Ana oy kutib o'tiramiz. Quyosh keyingi oy bo'ladi. Oy esa kechqurun paytlarda chiqishi mumkin. Hozir